kuchkuvating bormi, duo qilib mendan so'rab ol. Hatto bu kunda turuvchilar uchun roza tutish man etiladi. Roza tutib og'zing qurib qolmasin, mendan kamroq narsa so'rab qo'ymagin. Bugun kuch-quvvating borida mendan so'rab olgin, so'ra dedi. Alloh taoloni yer yuziga tushadigan eng yaqin kuni Arofat kuni. Ya'ni shu Arofat vodiysiga nima qiladi? Eng yaqin, ya'ni duo qiluvchilar, nido qiluvchilar qani deydi. Ya'ni butun dunyodagi hojilar mana shu yerda ehromlarda turib nima qiladi? Vuquf, turib duo qiladi. Va ularda maqsadi nima? Faqatgina seni rozi qilishlik, faqatgina umidi nima? Jannat. Faqatgina umidi jannat. Qarangki, Alloh taolo farishtalarga aytar ekanki, mana meni bandalarimni qara deydi, mana deydi. Hammasini uylaridan necha ming kilometrlardan bola chaqasini tashab keldi. Balki ochdir, balki ochnaxordir, balki turgani joyi yo'qdir, lekin